Assalomu alaykum Asrlar hayoti kanalini kuzatuvchilari, mana 2026-yil yil 20-aprel holatiga o'tgangi videomizda 2 romkalik 3 romkalik arilarni qanday bir-biriga qo'shamiz degan savolni berishdi. Shunga eng samarali qo'shish, agar dalada shira zo'r kelib turgan bo'lsa, arilarimizni onarsini almashtirib qo'ysak ham arilar sezmaydi. Agar bunday holat bo'lmasa, daladan shira kam kelayotgan bo'lsa, mana bugun qo'shib chiqdik. Mana urchiganlari 4-kuni urchigan. Bu 14-kuni, endi 24-26-gacha urchiydi xudo xohlasa. Mana bu ham urchigan 4-kuni, mana bu urchigan, mana bu chetdagisi urchimay qolgan. Qolgan uyalarimizda ham shunday hammasini yarimichasini qo'shdik, birdan qo'sha olmadik, chunki vaqtimiz yetmay qoldi. Mana yonma-yon qo'shish bo'lsa, juda oson qo'shiladi. Mana siropini berdik, ovqatini. Mana o'rtadagi to'siq olinmagan, faqat lattasini olib, mana bunaqa to'siqsini lattasini olib, taxtasi bilan olib turib, mana bu yerda urchigan matka yuribdi, mana bu yerda ishcharilar urchimagan, umuman matkasi yo'q. Bir hafta 10 kundan beri yetim bo'lib turgan. Shuni ustiga shunday karmushkani qo'yamiz. Karmushkaga mana ovqat solib qo'yganmiz. Mana ustilariga ham to'kkanmiz. Ichlarigacha kirgan. Arilar shuni yeb, yalab bir-biriga qo'shilib ketadi. Keyin eng arzon adikalon bor-ku, shundan sepib qo'yganmiz. Eng arzon adikalondan hidi bir xil bo'lish uchun endi hamma shunday qilsin demaymiz. Biz nima qilayotganimizni ko'rsatamiz. Yilda mana shu ari shunday qo'shiladi. Samarali bo'ladi. Mana bu yashiklarimiz ham. Mana bular urchigan, mana bu yerda urchimay qolgan oilani, mana bu yerda ikkalasini qo'shib yuborganmiz. Bular o'sha sizlarga ko'rsatdimku 18-aprel kuni. Shu kuni qo'shilgan, mana bunga ham ovqat berdik. 18-kuni qo'shilgan, bular уже tuxum qo'yib yuribdi. Xudo xolisa arilar to'kilmagan, taglarida hammasi yaxshi. Shunday. Mana buni bugun qo'shdik. O'rtadagi to'siqsi turibdi. Ovqat berilgan. Shunda asalarilar ovqat bilan ovora bo'lib, yangi ona arini hidiga mast bo'lib, o'zini uyasiga osonlik bilan qabul qiladi. Agar yaxshigina daladan asal kelayotgan bo'lsa, unda qo'shilib ketishi oson bo'ladi. Ulgurganimizcha uyalarimizni shunday qildik. Mana bu yerda bitta arimiz turtovka bo'lib qoldi. Turtovka arini ustozlarning ko'rsatmalariga binoan bitta yangi ona ariga ro'yiviy matkaga qo'shib oldik. Mana bu 49-yashigimiz. Ona ari yetishtirib chiqarish paytida uzoq muddat ona arisi qolib ketganligi uchun turtovka bo'lib qolgan. Bu turtovkani tuzatdik va 2026-yilda urchgan ro'yiviy, mana bu shu yerlarga qo'ngan arilarimizdan olib qo'yganimiz natijasida urchidi. Urchigandan keyin mana bu yerdagi turtovka arini bunga qo'shdik. Agar kimga turtovka arini qanday qilib turtovkadan qaytarish va uni yangi ona arini qabul qildirish qiziq bo'lsa, buni ham obzor qilib beramiz. Mana paket yashiklarimizni ham arilarimiz urchigan, bular zapas. Mana bu tarafda 2025-yil asalarilarimizdan mana shu 2026-yil arilarga tayyor rasplotlar olib beryapmiz. Mana 2026-yil bu ham qo'shilgan, mana ovqatlarni endi beramiz. Bu 2 kun bo'ldi qo'shilgani. Endi mana bu ikkitasi qo'shilgandi.
Mana bu yerda ham bittasi brak chiqib qolgan, mana qanoti yo'q deb yozib qo'yganman. Shu ham urchimagan, matkasi ham yo'q. Endi buni qo'shib yubordik. Hozircha arilar to'kilga yo'q. Keyin bunga bitta rasplot berganmiz. Rasplot berilgan degan belgisi. Mana bu yerda endi 2025-yil ona arimiz turibdi. Mana bu yerda juda chiroyli bo'lib ishlab paket chiqarmaganmiz. Biz unaqa paketga ishlamaymiz yilda. Faqat asal uchun o'zimiz yashiklarimiz ko'paytirish uchun paket bo'lsa sotamiz, bo'lmasa yo'q. Mana bu yerda 2026-yil urug'langan matka turibdi. Ikkita galcha qo'yib qo'yganmiz, hech qanaqa rasplot berilmagan, o'zi shundoq ham bitta mumpardaga ishlab 3 ta romkada turibdi. Endi buni ham qo'shib yuboramiz. Mana buni ona arsini o'ldiramiz. 5-6 kun yetim qilamiz. Ungacha buni rosa rasplotini olamiz. Boshqa u yerda bo'shab qolgan suvlarni buni ichiga solib turib, buni ichidagi rasplotlarni mana bu 26-yil yangi urchagan matkalarga berib yuboramiz. Sababi tezroq chiqib, tezroq rivojlanishi. Ularning ichida ma'lum muddat 22 25 kun, balki 18 kundir yangi tug'ilish bo'lmagan hisobiga mana bu yerda pishgan rasplotlar yo'qolib beramizda, ari slabi bo'lib, mana bu salgina o'tiradi va tabiatdan asal kelib boshlaydi. Mana atrofimizda ayvandus deydi, o'ris taraq, palma deydi, hamma har xil ataydi. O'sha ayvandus gullaydi, o'ris taraq. Gullagan paytda shunaqa arilar ishlab, hidi ham o'ris taraqda ozroq nordon hidi kelgan asal kelib qoladi. Shu paytda mana ungacha slabi qilib tayyorlab olamiz. Suv, mumpardalar berib, ochiq urug'li qilib tayyorlaymiz. Arisini siyrak qilib turib, shunda 2025 matkasini o'ldirib turib, o'sha kuni 5-6 soatdan keyin yetim qilgandan keyin qo'shib yuborsak ham bo'ladi. 5-6 soat, 7 soatgacha. Ertalab soat 9 da o'ldirsak, kechki payt shunaqa paytda qo'shib, ustidan qiyomlarni to'kib berib yuborsak, ushab ketadi. Yoki 6 sutkadan keyin ochiq urug'larning usti polni yopilgandan so'ng qo'shib yuboramiz. Unda ham обязательно mana o'rtadagi to'sni birdan olib bormaymiz. Asta onarlarni bo'yayapmiz. Ishlar mana kun botyapti. Biz ham ovqatini beramiz. Arilarni qo'shimcha oziqasiz qoldirmang hozir. Ovqat berish kerak. Bu ovqat hech qanaqa asalga qo'shilmaydi. Asallarlar yeb hammasini zarar qilib qo'yadi. Shu bugun 2026-yil 20-aprelda qilgan ishlarimiz. Mumparda beryapmiz, sush beryapmiz. Yana ro'ylar chiqyapti. Ro'y chiqishining sababi arxonamizda joy torligi uchun mana bu tarafda daraxtlar, bu yoqda tepalik, arilarimiz yaqin qo'yganimiz uchun ba'zi bir matkalarimiz adashyapti. Adashishning hisobiga bir-birining uyasiga kirib ketyapti mana. Qanday bo'lishi mumkin? Mana ikkita yashik, 35 va 33 yashiklar. Mana ikkalasini ham yashil, mana bu taraf. Shunga ari kelganda adashyapti. Xo'p, yana qayerda ko'rdim? Shu o'rtada ham bitta bor edi. Mana 41 va 34 yashiklar. Bularning ham ikkita cheti yashil. Shuni hisobiga adashayotgan bo'lishi mumkin. Nukleuslardan arilarni olib solyapmiz. Nukleuslarga g'umbaklar qistiryapmiz. Mayli, sog' bo'lasizlar. Videoga ham o'zim olib, o'zim joylayapman. Sherik yo'q. Hammalaringizga omad. Kanalga like bosib, obuna bo'lib qo'ysalaringiz, bundan ham qiziqarli videolarni taqdim qilib borishga harakat qilamiz. Qo'limizdan kelgancha, bilimimiz yetgancha. Sog' bo'lasizlar.